Erta bahorda barcha foydali giyohlarni aytib o'tishda davom etamiz. Qarang, mana bu tirnoq gul. Buni ko'pchilik biladi, xonadonida ekadi. Blogda ham aynan mana shu gul haqida 2 qismli reelsimiz bor, postimiz bor. Azizlar, kirib ko'ring. Storiesga ham chiqarib qo'yamiz. Bu ayniqsa mana barglari, gullari mana shu turishda. Hammasini olib quritib tayyorlab qo'ying o'zingiz uchun. Nima uchun deganlar? Bu mana shu bahordagi magnit bo'ronlaridan aziyat chekuvchilar uchun, ayniqsa черепное давление deymiz, ya'ni boshda bosim oshishiga, undan tashqari asabiylikka, jizzakilik juda yuqori darajada bo'ladigan, hamma bilan urushadigan urushqoqlar sizlar uchun mana shu birinchi navbatda tinchlantirib, qonni juda ham yaxshi suyultiradigan o'simliklardan yana biri mana shu kalendula. Buni ilmiy nomi kalendula. Albatta hozir olib mana shunaqa barglaridan, yangi barglari sizga aytib o'tdim, giyohlarni yangi chiqqan barglari nihoyatda foydali. Barglari, gullari, tanasini olib quritib qo'yasiz. Bir choy qoshig'i agar quritilmagan bo'lsa, mana shunaqa yashili bo'lsa, bir 5-6 donasi damlab ichilsa, gullari bilan aralashtirib, mana 2 ta boshchasi aralashtirib ichilsa, bosh og'rig'ini bosadi. Salqin joyda quritib, shisha idishda saqlashga harakat qiling.